Shomurodov boshqa klubga o'tishi mumkin. Otib ketilgan 15 yoshli futbolchi va Rossiya milliy jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini o'ynashimiz mumkin. Kunning eng muhim sport xabarlari. Eldor Shomurodov Trabzonspor safiga ko'chib o'tishi mumkin. Bu haqida bir nechta turk nashrlari xabar bermoqda. Fanatikning ma'lum qilishicha, o'tgan mavsum Turkiya Superligasida to'prar bo'lgan vatandoshimizni Trabzonda shaxsan Fottih Tekkeni o'zi ko'rishni istamoqda. Klub transfer masalasida Beshikshahir bilan aloqaga chiqqani aytilmoqda. Voqealar rivojini kuzatamiz. Braziliyada 15 yoshli futbolchi o'yin paytida otib o'ldirildi. Alagoas shtati Masayo shahrida Mikael Leandro da Silva otib o'ldirilgani haqida Globo nashri ma'lumot tarqatyapti. Centro Sportivo klubi tizimida shug'ullanayotgan 15 yoshli futbolchi o'rtoqlik o'yini paytida narkotik moddalar bilan shug'ullanuvchi jinoiy to'dalar o'rtasidagi otishma qurboniga aylandi. Braziliya politsiyasi ishni sinchiklab o'rganmoqda. O'zbekiston milliy jamoasining keyingi raqibi Rossiya bo'lishi mumkin. Terma jamoalar bo'limi rahbari Usmon Toshev Sport Daily.ru nashriga bergan intervyusida Rossiya milliy jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini haqida fikr bildirdi. Biz Rossiya milliy jamoasiga qarshi o'ynashga tayyormiz va bundan mamnun bo'lamiz. Hozircha bizda faqat bitta o'rtoqlik o'yini aniqlashgan. Oktyabr oyida Janubiy Koreyaga qarshi bahs. Albatta, qaror qabul qilishda assotsiatsiya ixtiyorida bo'lgan takliflar, boshqa Osiyo terma jamoalari bilan olib borilayotgan muzokaralar, shuningdek bosh murabbiy Fabio Cannavaroning fikri ham inobatga olinadi. Agar rasmiy taklif tushsa, biz Rossiya terma jamoasini Toshkentda qabul qilishga yoki o'zimiz Moskva yoki Rossiyaning istalgan boshqa shahriga borishga tayyormiz, deya ta'kidladi Toshev. Nima deb o'ylaysiz? Rossiya milliy jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini bizga kerakmi? Kommentariyada izohlaringizni qoldiring.